Bugun men aytadigan ma'lumotni iyulgacha eshitib, tekshirib, kerakli ishni qilib qo'yish juda muhim. Chunki iyul oyidan keyin ayrim hujjatlar, to'lovlar, imtiyozlar, shartnomalar va hisob-kitoblar bo'yicha vaziyat o'zgarishi mumkin. Odam esa buni kech bilsa, jarima, ortiqcha to'lov, imtiyozdan ayrilish yoki hujjat ishlarida cho'zilish kabi muammoga duch keladi. Bu gap faqat tadbirkorlarga emas. Oddiy ishchi, pensioner, talaba, uy egasi, ijarachi, avtomobil egasi, bolali oila va kredit to'layotgan insonlarga ham tegishli. Men sizga bugun vahima qilish uchun emas, aniq harakat rejasini berish uchun gapiryapman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men kim nima qilish kerakligini, kim xavotir olish kerak, kimga bu o'zgarishlar unchalik ta'sir qilmasligini, qaysi joylarda odamlar eng ko'p xato qilishini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ogohlantirishlar ko'pincha odamni katta xarajatdan saqlab qoladi. Avval ko'p ishlar eski tartibda yurardi. Odamlar hujjatni kech topshirsa ham ba'zan ogohlantirish bilan qutulardi. To'lovni oxirgi kunga qoldirish odatiy ho'l edi. Kommunal qarz, soliq, kredit, subsidiya yoki nafaqa masalasida keyin boraman, iyuldan keyin ko'raman deb yurishardi. Lekin hozir tizimlar tobora elektronlashyapti. Davlat xizmatlari, soliq bazalari, bank ma'lumotlari, kommunal to'lovlar, kadastr, ijara shartnomalari, avtomobil jarimalari, pensiya va ijtimoiy nafaqa ma'lumotlari bir-biriga bog'lanib boryapti. Bu nimani anglatadi? Oldin bir joydagi qarz yoki xatolik boshqa joyda darrov ko'rinmasligi mumkin edi. Endi esa biror hujjatdagi nomuvofiqlik, eski pasport ma'lumoti, ro'yxatdan o'tmagan ijara, yopilmagan qarz, noto'g'ri hisoblangan daromad yoki bank kartasidagi tushum boshqa xizmatga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, subsidiya olish uchun ariza bergan odamning nomida ortiqcha mol-mulk chiqib qolsa, ariza rad etilishi mumkin. Yoki tadbirkor savdo qilayotgan bo'lsa-yu, kirim-chiqim hujjatlari tartibga solinmagan bo'lsa. Iyuldan keyingi tekshiruvlarda savollar ko'payadi. Eng muhim nuqta shuki, 1 iyulgacha odam o'z ma'lumotlarini, qarzlarini, hujjatlarini va arizalarini tekshirib bo'lsa, keyingi oyda muammosiz o'tadi. Lekin 1 iyuldan keyin hammasini bir kunda hal qilaman deb o'ylash xato. Chunki davlat xizmatlari markazda navbat bo'lishi mumkin. Bankdan ma'lumotnoma olish vaqt oladi, kadastrdagi xatolik bir kunda tuzalmaydi. Soliqdagi nomuvofiqlikni yopish uchun qo'shimcha hujjat so'raladi. Shuning uchun men bugun sizga asosiy yo'nalishlarni bittalab tushuntiraman. Eng avvalo, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringizni tekshiring. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam familiyasini o'zgartirgan, turmush qurgan, yashash manzili o'zgargan, lekin bankda, soliq tizimida, kommunal hisobda yoki kadastr hujjatida eski ma'lumot qolgan. Bunday kichik tuyulgan xato katta muammoga aylanishi mumkin. Masalan, bir ayol turmushga chiqqanidan keyin familiyasini o'zgartirgan, lekin kommunal hisob raqami eski familiyada qolgan. Keyin uy-joy bo'yicha subsidiya yoki boshqa ijtimoiy yordamga ariza berganda tizim ma'lumotlarini solishtiradi va mos kelmaslik chiqadi. Natijada ariza ko'rib chiqilishi cho'ziladi. Odam esa mening hujjatim joyida-ku deb o'ylaydi. Aslida muammo hujjatning o'zida emas, turli bazalarda bir xil ko'rinmayotganida. Yana bir misol, erkak kishi yashash joyini boshqa tumanga ko'chirgan, lekin avtomobil, soliq va bankdagi manzili eski. Unga xabarnoma eski manzilga ketadi, u bilmay qoladi. Keyin jarima yoki muddat o'tgan to'lov paydo bo'ladi. Shuning uchun iyulgacha ID karta, doimiy yoki vaqtincha ro'yxat, telefon raqam, bankdagi asosiy ma'lumotlar, MyPodgov. Uzdagi kabinet, soliq ilovasi, kommunal xizmatlar profilidagi ma'lumotlarni tekshirib chiqing. Kim xavotir olishi kerak? Oxirgi 1 yil ichida manzilni o'zgartirganlar, familiya yoki ismida o'zgarish bo'lganlar, yangi uy olganlar, uy sotganlar, meros hujjati rasmiylashtirganlar, nikohdan o'tgan yoki ajrashganlar, bolasi tug'ilganlar, pensiyaga chiqqanlar albatta tekshirsin. Kim unchalik xavotir olmasa bo'ladi. Hujjatlari yaqinda yangilangan. Barcha xizmatlarda bir xil ma'lumot ko'rinayotgan va hech qanday ariza topshirmoqchi bo'lmagan odamlar. Lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Iyul oyi kirganda ko'p odam yozgi mavsum, ta'til, uy ta'miri, konditsioner, suv sarfi, gaz yoki elektr iste'moli ortishi sababli kommunal hisoblarda o'zgarishni sezadi. Men bu yerda bir narsani aniq aytaman. Hisoblagich ko'rsatkichlarini o'z vaqtida kiritmaslik yoki tekshirmaslik odamga ortiqcha hisob yozilishiga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa elektr, gaz, sovuq suv, issiq suv va chiqindi to'lovlarida. Masalan,
Oilada konditsioner ko'p ishlatiladi. Oldin oyiga 1000 so'm elektr to'lasa, iyulda 300 ming so'm chiqishi mumkin. Bu tabiiy. Lekin agar hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, masalan 2405 o'rniga 25400 deb kiritilsa, farq katta chiqadi. Keyin uni tuzatish uchun murojaat qilish, davlatnoma tuzish, rasm yuborish kerak bo'ladi. Shu ishni oldindan qilsa, asab ham, vaqt ham tejaladi. Yana bir holat. Kvartirada ijarachi yashaydi. Kommunal xizmatlar esa uy egasi nomida. Ijarachi to'lovni o'z vaqtida qilmasa, qarz egasining nomida ko'rinadi. Keyin uy egasi uyini sotmoqchi bo'lsa yoki kadastr bilan ish qilsa, qarz masalasi chiqadi. Shuning uchun uy egasi bo'lsangiz, 1 iyulgacha ijarachingiz bilan aniq hisob-kitob qiling. Oxirgi to'lov kvitantsiyalarini oling, hisoblagich rasmlarini saqlang. Ijarachi bo'lsangiz, to'lov qilganingizni tasdiqlovchi chekni telefoningizda saqlab qo'ying. Men tavsiya qiladigan oddiy usul: har oyning oxirida hisoblagichlarning rasmini oling. Rasmda sana ko'rinmasa ham telefon galereyasida sana saqlanadi. Elektr, gaz, suv bo'yicha ko'rsatkichlarni yozib boring. Agar ilovada qarz chiqsa, darrov to'lang yoki sababini aniqlang. Keyin bilib olaman demang, chunki qarz ustiga pensiya, xizmat cheklovi yoki boshqa noqulaylik qo'shilishi mumkin. Bu qism juda muhim. Hozir pul aylanmalari, bank kartasiga tushumlar, ijara shartnomalari, yakka tartibdagi faoliyat, onlayn savdo va xizmat ko'rsatish masalalari ko'proq nazoratga olinmoqda. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Shunchaki odam qonuniy yo'l bilan ishlasa, o'zini himoya qiladi. Masalan, siz uy ijaraga berasiz. Oyiga 3 million so'm ijara olasiz. Agar shartnoma rasmiy bo'lmasa, ertaga ijarachi bilan nizo chiqsa, kommunal qarz qolsa yoki soliq bo'yicha savol tug'ilsa, sizning qo'lingizda aniq hujjat bo'lmaydi. Rasmiy ijara shartnomasi esa ijara summasini, muddatni, kim nima to'lashini, depozit qaytarilish shartini belgilab beradi. Bu faqat davlat uchun emas, avvalo sizning o'zingiz uchun himoya. Yana bir misol. Ayol kishi uyda tort pishirib sotadi. Oyiga 5 million so'm tushum qiladi. Agar bu doimiy daromadga aylangan bo'lsa, faoliyatni qanday rasmiylashtirish kerakligini soliq organidan yoki MyBogGov.uz orqali tekshirish lozim. Chunki bugun kichik daromad bo'lib ko'ringan narsa ertaga katta aylanmaga aylanishi mumkin. Bank kartasiga tez-tez pul tushishi, izohsiz o'tkazmalar, reklama orqali savdo qilish e'tiborga tushadi. Rasmiy ishlash esa mijoz oldida ishonch beradi. Kredit olishda daromadni ko'rsatishga yordam beradi. Tadbirkorlar uchun esa masala yanada jiddiy. Agar siz do'kon yuritsangiz, kassa cheki, kirim hujjati, tovar qoldig'i, ijara shartnomasi, xodimlar bilan mehnat munosabatlari tartibda bo'lishi kerak. Iyuldan keyin nazorat kuchaysa yoki yangi hisobot davri boshlansa, eski xatolar yig'ilib qoladi. Masalan, 100 million so'mlik tovar sotgan tadbirkor kirim hujjatini to'g'ri yuritmasa, foyda, soliq va qoldiq bo'yicha savollar tug'iladi. Shuning uchun buxgalteringiz bilan hozir gaplashing. Hisob fakturalar, chek urish tartibi, terminal tushumlari, naqd pul kirimi hammasi solishtiring. Kim xavotir olishi kerak? Uyini ijaraga berayotganlar, kartasiga tez-tez pul qabul qilayotganlar, onlayn savdo qilayotganlar. Xizmat ko'rsatayotgan ustalar, taksi yoki yetkazib berishdan daromad olayotganlar, kichik do'kon va kafelar. Kim xavotir olmasligi mumkin? Faqat ish haq oladigan, qo'shimcha daromadi yo'q, soliq va hujjatlari to'liq odamlar. Lekin agar kartangizga har oy turli odamlardan pul tushsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Iyul oyidagi o'zgarishlar odamlar eng ko'p sezadigan joylardan biri ijtimoiy to'lovlar va imtiyozlardir. Men bu yerda muhim qo'yda aytaman. Davlat yordami olish uchun ariza berayotgan odamning ma'lumotlari toza, aniq va mos bo'lishi kerak. Daromad, oilaviy holat, mol-mulk, yashash manzili, bank rekvizitlari va bolalar haqidagi ma'lumotlarda xato bo'lsa, ariza rad etilishi yoki kechikishi mumkin. Masalan, bola puli olish uchun ariza bergan oila bor. Otaning nomida eski mashina turibdi, mashina aslida sotilgan, lekin rasmiy qayta rasmiylashtirilmagan. Tizimda esa mashina hali ham otaning nomida ko'rinadi. Natijada oila moddiy holati boshqacha baholanishi mumkin. Yoki uy boshqa odam nomida, yashash manzili boshqa joyda, bolalar ro'yxati to'liq emas. Bularning hammasi arizaga ta'sir qiladi. Yana bir misol, pensioner bank kartasini almashtirgan, lekin pensiya tushadigan rekvizit yangilanmagan. Natijada to'lov kechikadi yoki odam pensiyam tushmadi deb ovora bo'ladi. Shuning uchun pensiya, nafaqa yoki subsidiya oladiganlar 1 iyulgacha bank kartasi faolmi? Muddati tugamaganmi? Telefon raqam
ishlaydimi? Ariza holati qayerda turibdi? Hujjatlar to'liqmi? Shuni tekshirsin. Agar siz uy-joy subsidiyasi, bola puli, moddiy yordam, nogironlik nafaqasi, pensiya qayta hisoblanishi, talabalik imtiyozi, kommunal kompensatsiya yoki boshqa yordam olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, hujjatlarni oldindan tayyorlang. Hujjatlarni oldindan tayyorlang. ID karta, nikoh yoki ajrim hujjati, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, bank kartasi rekviziti, daromad haqida ma'lumot, kadastr hujjati, tibbiy xulosa bo'lsa, uning nusxasi. Har bir yordam turida talab boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l myponchik.uz mahalla. Pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markazi orqali aniq ro'yxatni tekshirish. Iyuldan oldin bankdagi majburiyatlarni ko'rib chiqish ham juda zarur. Chunki ko'p odam kreditni faqat oylik to'lov deb o'ylaydi. Aslida kredit tarixi, kechikish sug'urta, garov hujjati, muddatli to'lov shartlari ham bor. Bir kunlik kechikish ham kredit tarixida ko'rinishi mumkin. Keyin uy, mashina yoki biznes uchun kredit olmoqchi bo'lsangiz, bank sizga yuqori foiz taklif qilishi yoki umuman rad etishi mumkin. Masalan, siz oyga 2 million so'm kredit to'laysiz. Ish haqingiz 5 sanada tushadi, kredit sanasi 3 sana. Har oy 2 kun kechikasiz. Siz uchun bu katta muammo emasdek, lekin bank tizimida bu muntazam kechikish sifatida ko'rinadi. Shuning uchun iyulgacha bankka borib yoki ilova orqali to'lov sanasini o'zgartirish mumkinmi? Avtomatik to'lov qo'yish mumkinmi? Qarzni oldindan yopish sharti qanday? Shuni aniqlang. Muddatli to'lovda telefon, maishiy texnika yoki mebel olganlar ham ehtiyot bo'lsin. Ba'zan odam asosiy qarzni to'lagandek bo'ladi. Lekin sug'urta, xizmat haqi yoki kichik qolib ketadi. O'sha 20 ming yoki 50 ming so'm qarz keyin kredit tarixiga salbiy ta'sir qiladi. Shuning uchun bank yoki savdo tashkilotidan qarzdorlik yo'q degan ma'lumotni tekshiring. Hech bo'lmaganda ilovadagi skrinshotni saqlang. Avtomobil egalariga alohida aytaman. Jarimalar, sug'urta, texnik ko'rik, ishonchnoma, oldi sotdi hujjatlari va yo'l harakati qoidalari bo'yicha qarzlarni tekshiring. Ko'p odam jarimani vaqtida ko'rmaydi. Chunki SMS eski raqamga ketgan bo'ladi yoki mashina boshqaga berilgan bo'ladi. Keyin jarima oshadi, majburiy undirishga o'tadi yoki hujjat rasmiylashtirishda muammo bo'ladi. Masalan, mashinani tanishingizga haydashga bergansiz. Kamera jarimasi kelgan. U to'layman degan, lekin to'lamagan. Mashina sizning nomingizda bo'lgani uchun qarz sizga yoziladi. Shuning uchun avtomobilingiz bo'lsa, 1 iyulgacha jarimalarni rasmiy ilovalar orqali tekshiring. Sug'urta muddati tugamaganini ko'ring. Agar mashina sotilgan bo'lsa, lekin hali nomdan chiqarilmagan bo'lsa, bu juda xavfli. Mashina boshqa odamda yursa ham huquqiy javobgarlik sizga bog'lanib qolishi mumkin. Endi eng ko'p xato qilinadigan nozik joylarni aytaman. Birinchisi, menda hech qanday muammo yo'q deb o'ylash. Ko'p muammo odam bilmagan joyda turadi. Eski telefon raqam, yopilmagan plastik karta, avvalgi manzildagi kommunal qarz, eski ijara kelishuvi, nomdan chiqarilmagan mashina, kadastrdagi bir harf xatosi, bularning hammasi keyin katta to'siqqa aylanadi. Ikkinchi nozik jihat. Og'zaki kelishuvga ishonish. Ijara, qarz berish, sheriklik, muddatli to'lov, uy ta'miri, xizmat ko'rsatish, hammasida yozma iz qoldiring. Oddiy tilxat, shartnoma, to'lov cheki, bank o'tkazmasi izohi odamni himoya qiladi. Masalan, ustaga 10 million so'm avans berdingiz. Agar faqat naqd berib, hech qanday yozuv olmasangiz, ish chala qolsa isbotlash qiyin. Bank orqali o'tkazsangiz, izohga ta'mir ishlari uchun avans deb yozsangiz, dalil bo'ladi. Uchinchi nozik jihat, qarindosh nomiga rasmiylashtirish. Ba'zi odamlar uy, mashina, biznes karta yoki kreditni qarindosh nomiga qiladi. Bugun hammasi yaxshi bo'lishi mumkin. Lekin ertaga meros, ajrim, nizo, qarz yoki soliq masalasi chiqsa, haqiqiy egani isbotlash qiyinlashadi. Men ekspert sifatida doim aytaman. Mol-mulk kimniki bo'lsa, hujjatdan o'sha odam ko'rinsin, ishonamiz-ku degan gap huquqiy himoya bermaydi. 4-chi nozik jihat, ijtimoiy tarmoqlardagi mish-mishlar. Yo'ldan falon narsa butunlay bekor bo'ladi. Hamma jarimaga tushadi, hamma pulini yo'qotadi degan gaplarga darrov ishonmang. Har bir ma'lumotni rasmiy manbadan tekshiring. mytonggap.uz, Soliq.uz bankning rasmiy ilovasi, davlat xizmatlari markazi, mahalla, pensiya jamg'armasi, kadastr organlari yoki tegishli vazir sahifalari. Agar ma'lumot faqat anonim Telegram kanalida bo'lsa, uni qaror deb qabul qilmang. Endi aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, telefoningizda alohida papka oching, uni iyulgacha tekshiruv deb nomlang.
Shu papaga ID karta rasmi, kommunal hisoblagich rasmlari, oxirgi to'lov cheklari, bank qarzdorlik skrinshotlari, ijara yoki kredit shartnomalari, ariza holati skrinshotlarini saqlang. Bu oddiy ish, lekin kerak paytda juda katta yordam beradi. Ikkinchi qadam. MyPogof. O'zdagi shaxsiy kabinetingizga kiring. Telefon raqam, pasport yoki ID ma'lumotlari, yashash manzili, arizalar holati, mavjud xizmatlar bo'yicha xabarlarni tekshiring. Agar kirish parolini unutgan bo'lsangiz, hoziroq tiklang. Chunki 1 iyuldan keyin hamma bir vaqtda murojaat qilsa, tizimga kirish ham, xizmat olish ham qiyinlashishi mumkin. 3-qadam. Kommunal xizmatlarni tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi bo'yicha qarz bormi? Hisoblagich ko'rsatkichlari to'g'rimi? Shuni ko'ring. Hisoblagichlarni rasmga oling. Agar qarz chiqsa, darhol to'lang yoki sababini aniqlang. Agar uy ijarada bo'lsa, uy egasi va ijarachi birga hisob-kitob qilsin. 4-qadam. Bank va kredit majburiyatlarini ko'ring. Kredit sanasi, qoldiq qarz, kechikish, sug'urta, muddatli to'lov, yopilgan kreditlar bo'yicha ma'lumotlarni tekshiring. Agar kreditni yopgan bo'lsangiz, ilovada ham yopilgan ko'rinmayotganiga ishonch hosil qiling. Agar kartangiz muddati tugayotgan bo'lsa, oldindan almashtiring. Ayniqsa pensiya yoki nafaqa shu kartaga tushsa. 5-qadam. Soliq va daromad masalasini tartibga keltiring. Agar uy ijaraga bersangiz, shartnomani rasmiylashtiring. Agar onlayn savdo qilsangiz, faoliyatingizni qanday qonuniy yuritishni bilib oling. Agar tadbirkor bo'lsangiz, buxgalter bilan kirim-chiqim, kassa, terminal, hisobot va xodimlar masalasini ko'rib chiqing. Bu ishni oxirgi kunga qoldirmang. 6-qadam. Imtiyoz va nafaqalar uchun hujjatlarni yig'ing. Ariza berishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, kerakli ro'yxatni oldindan oling. ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh hujjati, bank rekviziti, daromad ma'lumoti, kadastr, tibbiy xulosa kabi hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Agar biror ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, darhol tuzatish uchun murojaat qiling. 7-qadam. Avtomobil masalasini tekshiring. Jarimalar, sug'urta, texnik ko'rik, ishonchnoma, oldi-sotdi holatini ko'ring. Mashina sizning nomingizda bo'lsa, uni kim haydashidan qat'i nazar, javobgarlik sizga kelishi mumkinligini unutmang. Demak, iyulgacha eng muhim ish hujjatlar, qarzlar, kommunal to'lovlar, soliq, ijara, kredit, imtiyoz va avtomobil bo'yicha ma'lumotlarni tekshirib chiqish. Men buni shunchaki rasmiy maslahat sifatida emas, real hayotda odamlarni jarima, rad javobi, kechikkan to'lov va ortiqcha yugur-yugurdan saqlaydigan amaliy choralar sifatida aytyapman. Bugun 30 daqiqa vaqt ajratsangiz, ertaga bir necha kunlik ovora bo'lishdan qutulishingiz mumkin. Eng muhimi, hamma narsani rasmiy manbadan tekshiring. Hujjatsiz kelishuv qilmang. Chek va skrinshotlarni saqlang. Savol tug'ilsa tegishli tashkilotga yozma murojaat qiling. Sizda qaysi masala ko'proq xavotir uyg'otyapti? Kommunal to'lovlarmi? Kreditmi, ijara shartnomasimi, nafaqa va subsidiyalarmi yoki avtomobil jarimalarimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda har bir yo'nalishni alohida yanada batafsil tushuntirib beraman.